Assalomu alaykum, qadrli kitobxonlar, aziz opa-singillar. 8-mart Xalqaro xotin-qizlar bayrami. Shu munosabat bilan tuman axborot kutubxona markazi xodimlari munis onaxonlarimizni, latofatli opa-singillarimizni ushbu ayyom bilan muborakbod etamiz. Sizga baxt va saodat, salomatlik va tuganmas qut-baraka tilab, sizlarni bayram bilan qutlaymiz. Ushbu she'riy satrlarni bayram tabrigi sifatida qabul qilasiz. Onam bilan turli-tuman gap so'zlarni tinglar quloq. Davralarga chorlaydilar yaqin-yiroq. So'zlashaman hamma bilan do'stlar, biroq suhbatlarning eng yaxshisi onam bilan. Duosidan qo'lim oyim tutib turar. Eshigimdan baxtlar navbat kutib turar. Yutqazmaydi ko'nglim doim yutib turar. Omadlarning eng yaxshisi onam bilan. Bolam desa yurakkinam darddan xoli. Bukolmaydi qaddimni hech g'am shamoli. Boshim baland mag'rurlikda tog' misoli. Savlatlarning eng yaxshisi onam bilan. Bayramingiz yana bir bor muborak bo'lsin, aziz ayollar.